Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan Cambridge 15 test tour section tour, ya'ni 4-qismini analiz qilar ekanmiz. Hop, mavzuyimiz how the industrial revolution affected life in Britain deyapti. Demak, Britaniyadagi hayotni sanoat inqilobi qanchalar o'zgartirib yubordi degan mavzu yuzasidan audioda eshitar ekanmiz, ya'ni bu narsani bu testda. Hop, ko'rib turganimizda eng muhim narsalar subheadinglar. Demak, 19th century, 19-asrda bo'lgan narsalar haqida gap ketyapti. Main areas of change deyapti. Ya'ni aynan o'zgarishlar nimada sodir bo'lib ekan deyapti. Va bu yerda bir necha, ya'ni 3 ta turdagi o'sha sohalarni keltirib o'tyapti. Ya'ni manufacturing, bu ishlab chiqarish degani, transport, retailing, savdoga aloqador bo'lgan, ya'ni sotuvga aloqador bo'lgan narsalar haqida gap boryapti bu yerda. Hop. Demak, 19-asrda, ya'ni 19-asrdan boshlab deyapti, mana for the first time people's possessions were used to measure Britain's nimadir. Demak, o'sha insonlarga tegishli bo'lgan narsalar butun mamlakatda, ya'ni Britaniyani nimasinidir belgilab berishda ishlatilgan ekan. Fikrlab ko'ramiz, butun o'sha insonlarga tegishli bo'lgan narsa davlatni qanday yoki nima, qanday emas, to'g'ri nimasini ko'rsatib berishi mumkin degan savolga javob topish kerak bu yerda. Hop, 32da developments in production of goods and in nimadir deyapti. Ha, bu yerda e'tibor qaratinglar. Mana bu developments in production, ham goods shuni olib tashlab turib and in nimadir desak ko'proq tushunarliroq bo'ladi bizga. Ya'ni developments in production and nimadadir o'sha hayotni o'zgartiribdi odamlar deyapti. Tak, keyingisida o'sha o'zgarish sodir bo'lgan sohalarga tushar ekanmiz. Manufacturing, demak, ishlab chiqarishda nima bo'lib ekan. The industrial revolution would not have happened without the new type of demak, sanoat inqilobi mana shu yangi nimadir bo'lmaganda deyapti, sodir bo'lmasdi deyapti. Ya'ni mana would not have happened deyapti. 34da deyaptiki, the leading industry was nimadir. Ha, bunda o'sha eng zo'r rivojlangan bir zo'r ketayotgan ishlab chiqarish yoki sanoat mashina deyapti. Ya'ni nima o'sha aynan qaysi? Shu narsani biz topishimiz kerak. Bu yerda qo'shida aytayaptiki, its products became widely available. Demak, uni mahsulotlari odamlarga available bo'lib degan, ya'ni o'sha olish, ya'ni yetib borgan, bemalol qo'lga kiritishgan shu narsani deyapti. Ya'ni shu nimani produktlari ekan bu yerda. Hop, new made factories necessary. Demak, shunaqangi yangi bir nimadir bo'lgan ekanki deyapti va bu o'sha zavod fabrikalarni necessary, ya'ni muhim qilib qo'ygan ekanda. And so more people moved into towns. Ko'proq odamlar borgan sari ko'p odamlar demak o'sha townlarga ko'chib borishgan ekan deyapti. Tak, demak, o'ta o'sha noun topishimiz kerak, chunki new nimadir deyapti-yu. Transport, demak, bu transportda. Tak, ikkita bullet point bor ekan. Demak, birinchisi aytayotganki, the railways took the place of canals. Demak, temir yo'l haqida gap ketyapti bu yoqda. Ikkinchisi esa yangi transport paydo bo'lib ekan va bu transport sababi, ya'ni o'sha paydo bo'lgani ketidan greater access to nimadir made people more aware of what they could buy in shops. Demak, o'sha qandaydir narsaga nisbatan odamlarda access ko'payibdi, ya'ni bu kirish huquqi, foydalanish huquqi degan ma'no bildiradi va buni natijasida odamlar o'sha magazinlarda nimalardir sotib olish haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lishib ekan deyapti. 37da when shopping people were not limited to buying. Ha, demak, savdo qilish jarayonida, ya'ni o'sha narsa xarid qilish jarayonida odamlar o'zini qandaydir turdagi mahsulotlarni sotib olishdan cheklashmas ekan deyapti. Bu o'sha mahsulotlarni turini topishimiz kerak bo'ladi. Xullas, bunda aytayaptiki, 37da qandaydir turdagi mahsulotlar haqida gap ketyapti. Biz o'sha qanday turdagi mahsulotni, qanday turini topishimiz kerak ekan. Chunki mana buying qandaydir goods deyapti-ku, mahsulotlar. Retailing sohasida, demak, savdo sotiq yana ketyapti. Ya'ni chakana savdo, bu o'sha masalan magazinlarga olib kelib turib, misol sotishlar, shunga o'xshagan narsalar haqida ko'proq aytilyapti. Demak, the first department stores were open. Demak, katta savdo markazlari ochilib ekan. The displays of goods were more visible. E'tibor bergan bo'lsangiz, bitta 3 ta bullet point turibdi. Demak, mana bu
ikkita chiziqchamiz bu mana ikkiga tegishli bo'ladi degani. Demak, display of goods deganda bu mahsulotlarni haligi rastalarda turishi nazarda tutilyapti. Va bular ko'proq visible bo'ldi, ya'ni insonning ko'ziga ko'rinadigan holatga kelibdi ekan. Bu ya'ni inside stores deyapti, outside stores deyapti. Demak, inside stores deganda masalan magazindan narsa olib chiqib ketayotganda, masalan, karsinka yoki shunga o'xshagan joylarda mahsulotlarni aynan o'sha ko'proq bolalar masalan yeydigan narsalarni oldiga qo'yib qo'yishadi-yu. Tipa shunga o'xshagan narsalar haqida gap ketyapti va bu o'sha the displays of goods were more visible bo'lgandan keyin aynan magazinning ichidagi o'sha inside storelarda because of better, demak nimadir yaxshilangan ekanda, o'sha better deyapti, mana better deganda bu yo'g'iga noun bo'lishi kerak. O'sha nimadir yaxshilangan va bu narsa o'sha ularning savdosini yanada yaxshi yurg'izgan ekanda, ya'ni inside storedagi o'sha yaxshilangan narsa sabab deyapti. Keyingisida outside tarafida o'zi mana so'zdan ham bilib turibmiz, inside outside. Bu o'sha nimadir kattaroq hajmga, ya'ni kattalashtirishgan ekan, o'sha magazinlarda nimadir hajmini kattalashtirishgan ekanki va bu o'sha outside store'ga turgan mahsulotlarni ko'rinarliroq qilgan ekan deyapti-da, ya'ni ko'proq odamlar ko'radigan holatga keltirgan ekan. Va oxirgisida aytayaptiki, that was persuasive became much more common. Mana to'rtburchakka olib qo'ygan so'zimga e'tibor bersanglar, bu sal odamni chalg'itishi mumkin, qaysidir ma'noda. Chunki o'qiydi deb mana odamni biroz chalg'itib qo'yadi. Uni o'rniga mana shuni tashlab olib, misol nimadir became much more common desanglar, ko'proq tushunasizlar, ya'ni primoy, qo'shimcha ma'lumotsiz ketgan hisoblanadi. Bu persuasive deganda nimani nazarda tutyapti? O'sha savdoda qandaydir narsadan foydalanish yoki nimadandir foydalanish, masalan, haligi common, ya'ni doimiy bo'ladigan tusga kiribdi ekan deyapti. Ya'ni more common deyapti-ku bu yerda. Ya'ni ko'payibdi shu narsa deyapti-da. Bu o'sha mana ko'paygan narsa that was persuasive deyapti. Ya'ni odamlarni ko'ndirishga mo'ljallangan narsa deyapti bu yerda. Xullas 40 ta noun bo'lishi kerak deb o'ylayman, chunki became much more common deyapti. Bugungi shular, e'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.